Leksiyonun devamını davamlaştırımız hürmetlik vatandaşlar. Bugünkü islaha 2020 yıl 11. ayının 27. günü. Yukarı leksiyonun devamı. İki taraf yani Beijing bilen Vatikan 2018 yılı 3. ayda imzalangan kelişimnin vaktini uzartış koşuldu bu yıl 10. ayda. Çünkü Kom Partiyası 1949 yıl hakimiyet tikligenden keyin Cüngü'de turvatkan Rim papası dini xadimlerine kolga aldı. Şunundan keyin iki taraf normal münasebetini asliga keltirelmegen. Pop tayinlash kelishim iki tarafdan birdan-bir uchrashuv shakli bo'lib kelgan. Cüngü Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan haftaning 2. kuni, yani 11. ayının 24. günü muhbirlarni kutib olish yig'inida Vatikan papası Fransa'nın Uygurlar to'g'risidagi so'zlarini rad qilib, Cüngü hükümeti assallık milletlerinin beraber kanunluk hukukunu qo'llaydi. Şinjan'da yani müstemlik Uyg'uristonda milletler hayatlık hukukiga ega, taraqqiyot hukukiga ega deydi. Vatikan papası tuyuqsiz bu sözü tilga aldı. Mavzulu haber 11. ayının 24. gün Venvit orbitida e'lon qilindi. Asli Fransiya Xalqaro radio stansiyasining xabari. Xabar mundaq boshlandi. Cüngüni tanqidlash masalasida ojizlik qilyotdi deb tanqidlangan Vatikan papasi Frans oxiri yaqinda bozorga chiqadigan yangi kitobida Cüngü Kom Partiyasının ziyankeşlikka uchrayotgan Şinjan'da, müstemlik Uyg'uristonda Uyg'urlar to'g'risida tuyuqsiz sada qaytirib, ezilgan bechora degan so'z iboralarni ishlatib, Uyg'urlarning hayotini tasvirladi. Hamda Uyg'urlarni Burma hukumati qirg'in qilgan Rohingyalarning taqdiriga tanqisildi. Ve bu zulüm uçravatkan milletler topunu davamlık aslayman, oylayman dedi. Vatikan papası Frans, Uygurlar to'g'risida fikir bayon qilganda nurg'unlagan xalqaro matbuotlarning diqqatini tortdi. Belki bu Beijingning qattiq qarshiligini keltirib chiqarishi mumkin deydi Fransiya Xalqaro radiosi. Alma gazeti Hong Kongda nashr qilinadigan Alma gazeti 11. ayının 24. günü xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Vatikan papası Frans yangi yozgan kitobida oxiri Uyg'urlar bechora millat deb sada qaytirdi. Bu sada Beijing'nin qattiq noroziligini qo'zg'adi. Xabarlarga asoslanganda Vatikanning papasi Frans qatava bo'lgan Hristiyanlar jamiyati tarixtidigan Amerikada nashr qilinadigan Amerika mavzuliq jurnal xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 12. ayının 1. gün nashrdan chiqadigan Meni tush ko'rgili qo'y mavzuliq kitap, ingliz tilli tarjimal xarakterli kitap yozuvchi Austin Ivartning qalami bilan yozilgan. Bu kitapning mazmunlari Joqomliq virusdan keyingi davrning manzaralari, jumladan irqiy kamsitish, bütün xalqning asosliq kerimini qo'llash qatorliq masalalarga berib ketildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Vatikan papası Frans har qaysi kishilarning chatki qilayotgan millatlarga ko'ngil bo'lishini chaqiriq qildi. Va hissiyotli qoldi mundaq dedi. Men doim zulmga, ezishga uchragan Rohingyaliklar
Beçara Uygurlar yazdiliklarını davamlı eslayman. Haberde mundaq görüştirildi. Uygurlar tahminen 20 milyon halıqdır. Rohingyalık Müslümanlar 1,5 milyondan 2 milyongacha halıqdır. Bengal ve Birma'da oltiraqlaşqan. Yazdi dini groyning muridleri 100 mingdan 1 milyongacha Şimali Kurdistan tilida so'zlashadi. Iroq, Suriye, Türkiye qatorliq davlatlar yashaydi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Vatikanning papasi Frans Bron Birmadan qochib chiqqan rohingyaliklar uchun gap qilgan edi. Ham Aysla tarafidan qul qilingan yazdilarga hayotlik tilagan edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.